Assalomu alaykum dadoy. Aka yaxshisizlar, yana yaxshisizlar? Charchamasizlar? Rahmat. Qani yo'talinglar endi. Ha, bir yo'talib oling-chi. mana Baraka. mana. Oyingga ber, olasi yozib qo'ying. Baraka top. 3, 4, 5. Hammasi to'g'ri. Xo'sh. Qani, hamma bo'ldi, ha? Kelin poshsha, qani? Sizni navbatingiz keldi. Xafa bo'lmanglar-yu, lekin men maoshimni bermayman. Bu o'zim ishlab topgan pulim. Tushunmadim. Bu nima deganingiz, kelin? Voy, qo'ying, dadasi arzimagan pul uchun janjal chiqmasin. Kelin, dadajoningiz bir narsa deganlarda xo'p deng. Yo'q, oyijon. Bir tiyin pulimni ham bermayman. Tushunmadim, onajonisi. Dada, maylimi? Buni pulini men bera qolay sizga mana. Oy. Nega sen berasan? Olib qo'y. Kelinni o'zi berish kerak. Bering kelin. Yo'q, bermayman. Kelin poshsha, siz o'zingiz berishingiz kerak. Bu oilamiz qonun qoidasi. Men shu qonun qoidaga bo'ysunishni xohlamayman. Pul hech qanaqa bermayman. Ara qotaning. Oysha. Oysha. Ko'rdingizmi? Oysha, buni nima qilganing? Nima qildim? Aybim o'zim ishlab topgan pulni dadajonga bermaganimmi? Shunaqa niyating bor ekan. Biroq menga aytib qo'ysang bo'lmaydimi? O'zim top berardim o'shanga. Baqirmaymanga. Yo'q, men sizga umuman tushunmayapman. Nimaga bizlar kelinlar o'zimiz qiynalib bir oy ishlab topgan pulimizni dadajonga berishimiz kerak? Qanaqa qonun bu o'zi? Men senga necha marta qaytarishim kerak? Bu oilamiz qonuni. Men o'sha qonunga bo'ysunmayman. Yaxshi. Shu arzimagan pul uchun hozir uydan ketmoqchimisan? Ha, ketaman. Shoshma Oysha. Bo'ldi qiling, meni to'xtatmang. Oilalarning qonuniga meni bo'ysundirmang. Gapimni eshitasanmi? Yo'q, eshitmayman. Oysha, to'xta. Bo'ldi. Hay, kelin. Hay, qayoqqa? Uyimga ketaman. Nega ketasiz? Arzimagan bayda-chuyda gapga ham ketadimi odam degan? Sizlar uchun arzimagan bo'lishi mumkin. Men uchun unaqa emas. Hay, kelin. Qo'y, yalinma. Ketaversin ketsa. Voy, gapingizni qarang, ketvordi mana. Bo'ldi. Yig'lama qizim. Sadqaga ko'z yoshlaring ketsin. Yaxshi qilibsan pulingni bermasdan. Boshidan shunaqa qattiqroq turmasang, oyoq osti bo'lib ketasan. Nimalar deyapsiz, kelin? Qizim, kelib bekor qilibsan-de. O'zi tushganingga 3 oy bo'ldi. Va o'rning sog'masdan issig'ida bor uyingga bor. Oyi, nimaga